Assalomu alaykum kanalimizga obunachilari. Mana yaqinlashtirib olasiz. Bunaqa Karmavin, Maxim degan dorilarda 1 kun, 2 kun, 3 kun, 1 hafta tursa, mana qilib o'stirib yuboradi ko'chat. Keyin mana tomiri yo'q tomirlarni ham chiqarib yuboradi, mayda tomirlarni. Mana cho'paydi o'zi, ko'ryapsizlarmi, o'sib ketgan. Endi qarang. Mana limon ko'chatini o'zi mana bundan ham barg chiqdi. Bu Karmavinda 1 haftadan beri turibdi. Mana o'rik. Buni tomiri bor, buncha chiqarmagan. Mana barglar. Buni ekishda sizlarga ko'rsatamiz. Qanaqa qilib ekishdi? Mana bu kivi not keladi. Shu mashhur internetdagi. Mana ekayotganingizda tuvoy teshik bo'lishi kerak, bo'lmasam havo aylanmaydi. Tuvoy teksiz ham bo'laveradi. Mana ichki suv tuproq bo'ladi. O'zi turpoq ho'lligi uchun juda ko'p suv qo'shilmayapti. Mana shu ulangan joyi qolishi kerak. Matga chiqilib kimlardir ko'mib yuborishadi, bo'lmaydi bu. Mana mashga sut bo'ladi. Bu meva katta bo'lgandan keyin ko'mib yuborsa bo'laveradi. U 10 yildan keyin ko'msangiz bo'ladi. Ungacha mana yerda ochiq turishi kerak. Yaxshiroq havo oladi.